Birinchisi oyog'imda ko'rsat ro'z, poliartrit bor edi bu. Men buyragimda ko'p shamollash bo'lardi, davleniya. Assalomu alaykum. Beverly Believer kompaniyasini mahsulotlaridan ichayotgan ekansiz. Shu haqda ozgina taassurotlaringizni bilish uchun kelgandik. Mahsulotni nima uchun ichyapsiz va qanaqa natijalar olyapsiz? O'zingizni tanishtirib, ozgina gapirib bersangiz, iltimos. Mayli. Men ismim Komila Rahmonova Komila bo'laman. Yoshim 64 da. Qirg'izistonda O'sh viloyati Arvon tumanida shu yerda tug'ilib o'sganman. Tarbiyachi sohasida ishlaganman. 13 ta nevarani bujonisiman. Men bu kompaniyaga kelib qolishim sababi men o'tmishda ancha kasallik bilan kasallandim. Ko'krak bezini oldirdim, sonimdan bez oldirdim, o'ng putimdan. Keyin bundan 6 yil muqaddam oldin oyog'im tizza bukilishi ko'stiasroz bilan kasallandim. Operatsiya qildirdim. Undan keyin 1 yil oldin yana chap oyog'imda shu holat yana qaytalandi. Keyin O'zbekistonga borib, vrachlarga murojaat qildim. Ular ham Qirg'iz so'miga 72 mingda tavsiya qilishdi, operatsiya qilamiz deyishdi. Qaytib yana Qirg'izistonga qaytib kelib, ikkita vrachga ko'rindim. Ular ham srochniy operatsiya diagnozni bir xilda qilishdi. Operatsiya dedi. Keyin o'shda oldin mana shu Qirg'iz turkda operatsiya qildirdim. O'ng putimni o'sha vrachimga yana qayta murojaat qilsam, u vrach ham srochniy operatsiya qilamiz, 39 mingga dedi. Keyin qaytib kelib yana xuddi rozichilik berdim-u, lekin hozirgi kunda menga ustozlik qilayotgan Gulzodaxon Teshabayeva bilan eskidan birgalikda bitta dasturxonda osh yeb o'tirardik. Doim bir dasturxonda o'tirganimizda shu bitta mahsulot bor ekan, shuni ichsanglar, men sizlarga tavsiya qilaman deb gapirsam, meni achchig'im kelardi. Shu qizni boshqa mavzusi yo'qmi-ken deb achchig'im kelib norozi bo'lardim. Keyin borib o'zim majbur bo'ldim shu loyihaga, shu oyog'im orqali kasallik orqali kirib qolishib, men Gulzodaxon ustozni chaqirdim. Gulzodaxon keling, ichmasam bo'lmaydi shekilli deb bu qizni chaqirdim. Ungacha men ko'p bu kasallik bilan shu mahsulotni olib ichayotgan ayollar bilan suhbatlashdim, tanishdim. Shuncha pulim bekardan Gulzodaga berib qo'yaman dedim. Bu qiz kelib o'zim pasportimga mahsulotni xarid qildik. Yo 9 kun, yo 7 kunda keldi mahsulot. Buni ichishni boshladim. Boshlaganimda 4-kuni o'sha menda kechasi turib 2 rakat tahajjud o'qib, oyog'im bukilganini jicha sezdim, xursand bo'ldim. Buni orqasida menda davleniya nihoyatda kuchli 290 dan bo'lib ketgan davleniyam. Suyaklarim men bu tarbiyachilik sohasidan keyin salat bilan sohasida o'zim salat qilib bozorda sotardim. Suyaklarim уже qiyshayib, orishni boshlardi. Bular ham sekin-sekin qoldi deb o'ylayman. Davleniyam deyarli oshmay qo'ydi. Bir marta jicha asabim buzilib oshdi xolos. Lekin buni ichgandan keyin menda o'zgarishni ko'rib ko'p o'rtoqlarim, tanish-bilishlar, qarindoshlarimiz ham o'zgarish sezdi. O'zimda jicha yengil harakat sezdim. Harakatim tez operatsiya qildinglarmi? Yo'q, qildirmadim. Yana borib qayta ko'rindingizmi vrachingizga? Menda qayta borib ko'rindim, lekin o'zgarishni ko'rib qildirmaganingiz ham yaxshi ekan dedi. Men O'zbekistonda tomografiya qildirgan vrachni tomografiyani olib, yaqin kunlarda menda mana tas suyagim ochilish qiyin bo'lib qoluvdi. Keyin men Toshkentga bitta kandidat nauk bor ekan, Shoh klinikasiga vrachga borib ko'rindim. U kishi lekin sen bu kasallik bilan yo nevaring yo bo'lmasa shularni xastalanib kelishing kerak edi deb ashuna dedi. Lekin sumkamdan olib bu mahsulotni ko'rsatsam, sen rosa zo'r mahsulot ichyapsan ekan dedi. Pajezini ich dedi bu narsani. Umring oxirigacha ich, yaxshi mahsulot deb u kishi ham nima tavsiya qildi. Qaysi mahsulotlardan ichdingiz? Men buni Magic Pack'da birinchi mahsulotni mana shuni ichganman, ikkovini. Undan keyin ustozim Gulzodaxon Kamilovani taklif qilibdi, mana uni ham qo'shib ichasiz deb to'pda do'ksdi. Shundan ichdim. Qanaqa dozировkada ichdingiz? Bitta korobka, mana bitta Magic Pack sizga qancha vaqtga yetdi? 5 oyga yetdi. 5 oyga buni ichib tugatib, ikkinchi korobkani mahsulotni olib yana qayta ichishni boshladim. Hozirgi kunda yana olish niyatim bor. O'zimga o'zim jicha e'tibor bermay qo'ydim.
Decha yuragimda o'zgarish boshlandi. Shuning uchun hozir endi bizning mintaqada asnoy pul kerak bo'ladi. Xudoga shukr, endi keyingi haftalarga, oyda oxiriga emas, keyingi haftalarga yana bitta korobka olib ichmoqchiman. O'sha professor aytgandek, pожизненный ichish dedi. Zo'r narsa effekt beryapti ekan, zo'r narsa ichyapsan ekan. Xudo xolisa yana olib ichish niyatim bor. Mahsulotni ichib, mana bitta kasal uchun olib ichibsiz, oyoqlaringiz uchun olib ichibsiz. Undan boshqa yana organizmingizda o'zingiz bilmagan, ya'ni biron joyingiz og'rib, anchadan beri yaxshi bo'lmayotgan joylaringizda natija bo'ldimi? To'g'risini aytsam, siydigimcha tuta olmasdim. Yuragim shamollashib bor edi. U narsadan o'zgarish menda yaxshi bo'ldi. Davleniyam yaxshi bo'ldi. Nechigacha ko'tarilar davleniyaz? Eng oxirida 290 dan ham qaytgan ayolman. Hozir qanaqa yuribsiz? Hozir davleniyam oshmadi, deyarli 2 marta oshdi xolos. Yaqindagina 1 marta oshdi. Chunki men bu mahsulot to'xtatib qo'ydim ichishni. Necha yildan beri ichasiz o'zingiz? 1 yil bo'ldi. 1 yildan beri bo'ldi. Hozir endi Xudo xolisa yana olish niyatim bor. Mahsulot ichayotgan paytingizda ozgina mana bezovtalik bo'ldimi? Misol, kasallaringiz ozgina kuchayganga o'xshagan holatlar bo'ldimi? Menda unaqa narsa sezilmadi. Hech narsa sezilmadi menda deyarli. Lekin o'zimni kuchli his qildim. Harakatim tez harakat qilaman. O'zimga nisbatan o'rtoqlarim bilan o'rtoqlarim ham solishtiradi, o'zim ham solishtiraman. Harakatim tez. Mahsulotdan olgan natijangizni yana boshqalar bilan bo'lishdingizmi? Bo'lishdim. O'rtoqlarim ichdi, qarindoshlarim ichishdi. Endi hozirgi kunda qizim O'zbekistonda yashaydi, o'sha qizimga xarid qilmoqchimiz. U qizimda ham decha buyrakda narusheniya bo'lyapti, o'tda narusheniya bo'lyapti. Shu qizimga taklif qilib, shu qizim xarid olish harakatida. Xo'p, rahmat natijalar uchun. Minnatdorchilik va xayrlashish. Menga bu narsani taklif qilgan aslida Gulzodaxon Teshabayeva bo'ladi. Dildoraxon Kamilovaga ham o'z minnatdorchiligimni bildiraman, chunki bu qizni men bog'chada tarbiyachi bo'lib ishlaganim uchun bu qizni bog'chada tarbiyalaganman. Bu qiz shu Qirg'iziston Respublikasiga, o'sha oblastimizga, Aravon tumanimizga shu mahsulot olib kirgani uchun bu qizdan katta minnatdorchiligimni bildiraman. Tanijoni sog' bo'lsin, baxtiga ota-onasi sog' bo'lsin. Gulzodaxon Teshabayeva menga ustozlik qilyapti. Bu qizga ham o'zim minnatdorchiligimni bildiraman. Rahmat katta natijalar uchun. Mana bugun biz Qirg'iziston Respublikasi O'sh shahri Aravon rayonida Rahmonovlar oilasida o'tiribmiz. Komilaxon xolani natijalarini eshitdik. Natijalar uchun katta rahmat. Ilohim mahsulotlar shifo bo'lsin, hech qachon og'rimang va mahsulotlar bilan bo'lishib, tanishlaringizga tavsiya qilishdan to'xtamang. Rahmat.